Qani dedim, nima ota-onangiz g'ayridinmi, nasroniymi, dahriymi Qur'onga qarshisi? Yo'q. Alhamdulillah, ota-onam musulmon, namozxon. Biznikida namoz o'qiladi. Nimaga bo'lmasam bildirmasdan Qur'on yodlatgan bo'ladimi dedingiz? Ota-ona bilsa xursand bo'ladi-ku desa, bir yig'lab oldida, ustoz, qiyomat kuniga borganda farzandiga Qur'on yodlatganlarga 70 ming qirrali nurdan bo'lgan toj kiygizilar ekan. Har bir qirrasida bittadan gavhar bo'lar ekan va 70 ming farishta ko'tarib turadigan nurdan bo'lgan taxt-ravon berilar ekan va 70 mingta farishtani berar ekan, ko'tar otasini, onasini deb. Meni ham otam bilan onamni oldilariga farishtalar 70 ming qirrali nurdan bo'lgan tojni va 70 ming farishta ko'tarib turadigan nurdan bo'lgan taxt-ravonni olib kelib, mukofot muborak bo'lsin deysa, sizlar adashyapsizlar. Meni farzandlarim Qur'on yodlamagan.